Kelinim senday bo'lsin degan qaynlilar kameraga yaqinroq o'tiramiz. Bugun kunyada cho'ng generalniy уборка boshladim. Oxirgi yil generalniy уборка qilganimga почти 1 yil bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Qaynatam 1 yil murda shuni aslida salib bergan bo'lsa, jiluroq bo'lsin qishinda deb biroq jaz kelganda aslında suv to'p ko'garib ketadigan o'shaga chiqarib saldik. Endi qizlarjonlar bu yog'ini o'zbekcha ulantib ko'raylik. Shunday qilib qizlarjonlar generalniy уборка menga nimasi bilan yoqadi? Bolamni qaraydigan odam borda, men o'ylanib boshlayman. Yo'ldan ko'p pul topsam, Dubayga borib ketsam, Antaliyaga borib ketsam, Amerikaga borib kelmayman ya. Yaqinda futbol ham o'tib ketdi degan o'ylar bilan generalniy уборка qilaman. Hatto bu shu o'yimda putешествие qilib kelamanda. Shunday qilib qizlar shu kunyani уборка qilish o'ta qiyin bo'ldi. Nega desanglar, ko'pdan beri qilmaganga. Rasmga ham tushib oldim, chunki anchadan beri bunaqa toza bo'lmagandi. Shunday qilib qizlar, qizlik uyimdagi odatim hali ham bor. Qanday odat desanglar, onam ish aytmaguncha o'zim qilmasdim, hozir ham qaynam